Koinotda bir obyekt borki, undan hatto yorug'lik ham qochib qutula olmaydi. Tanishing, bu qora tuynuk. Olamdagi eng sirli va eng qo'rqinchli obyekt. U o'zi nima? Yaxshi savol. Men qayerdan bilay? Qora tuynuk bu bitta joyga zich bo'lib yig'ilgan va bitta nuqtaga aylangan materiya. Uning markazida esa singulyarlik joylashgan. Bu yerda gravitatsiya cheksiz, fizika qonunlari esa choyni ichadi. Vaqt to'xtaydi, makon bukiladi va hech narsa qochib qutula olmaydi. Qora tuynukni tortishkuchi shunchalar kuchliki, u hatto oldidan o'tib ketayotgan nurni ham yutib yuboradi. Va savol tug'ilsa kerak, u qanday qilib paydo bo'lgan? Men qayerdan bilay? Ulkan yulduz o'ladi, supernova portlaydi va undan keyin qolgan narsa qora tuynuk bo'ladi. Endi shunaqa bo'lsa kerak, tan bilmadim. Ular kichik ham bo'lishi mumkin, lekin ayrimlari galaktikalarni yutib yuboradigan darajada katta bo'ladi. Ba'zi olimlarning fikricha, qora tuynuk ichida boshqa olamlar yoki hatto vaqt sayohati yo'llari bo'lishi mumkin. Va yana bitta fakt, bizning galaktikamizning markazida ham ulkan qora tuynuk bor. Afsuski, biz hali ularni to'liq tushunmaymiz. U